bizga variantlar berilgan, variantlardan chiqishimiz kerak. Xullas, chiqish yo'lini doim qidirish kerak. Nimani aytyapman chiqish? Bu tizimda qolib ketmaslik. Qaraganda hech narsaga erisha olmaslik, o'sha pensiya bilan yashamaslik. Ertaga o'sha narsa bo'yicha qolib ketish eng yomoni. O'zingizni shuncha baribir menimcha 99% odam orzulariga erisha olmasligining sababi ham shu. Eng yomon narsa o'sha baribir taqdirda bo'lgani yozilgani bo'ladi. Hamma orzu qiladi, orzusiga yarasha ko'pincha harakat ham qiladi, undan ham ortig'ini qiladi harakatini. Lekin baribir o'sha peshonada yozilgani o'sha taqdir. Lekin bu juda murakkab narsa. Bu narsani qilish bilmadim. Qo'limizdan keladimi yo'q deb bilmayman-ku. Lekin murakkab juda ham. Chunki bu narsa sharoitga bog'liq. Keyin muhitingizga bog'liq. Niyatingizga bog'liq. Omadingiz kelishi kerak har tomonlama. Omadingiz kelib qolishi kerak. Juda ham murakkab narsa.